90-yillarda Bollivudda yorqin porlay olgan aktrisa Divya Bharti o'zining qisqa umri davomida 200 ga yaqin super filmlarda ishtirok etgan. Ular orasidagi Shohruxxon bilan birga o'ynagan Devona filmini alohida e'tirof etsa bo'ladi. Aktrisaning o'limi esa Gollivud filmlariga o'xshaydi. Barchaga assalomu alaykum. Maftuna TV kanali o'z ishini boshladi. Bugungi dasturimiz davomida Hind olamida takrorlanmas obrazga ega Divya Bhartining sirli o'limi borasidagi eng qiziq va ayanchli ma'lumotlar bilan sizni tanishtiramiz. 1990-yillarning boshida Bollivudda yangi yulduz charaqlay boshladi. Uning nuri ko'zni qamashtiradigan darajada edi. Divya Bhartining boshni aylantiradigan miqyosdagi mashhurligiga hamkasblari birdek havas qilardi. Biroq Divyaning omad qushi kutilmaganda o'z o'rnini noxushlikka bo'shatib berdi. U 19 yoshida 5-qavatdagi uyining oynasidan tushib, jon beradi. Bollivuddagi ko'pchilik uni kimdir oynadan atayin tashlab yuborgan degan fikrda. Divya oynadan qulagan vaqtda uyda 3 kishi bo'lgan. Dizayner Nita Lulla, Nitaning turmush o'rtog'i va oqsoch Amrita bo'lgan. Oqsoch bolaligidan aktrisa bilan yaqin bo'lgan. Divyaning o'limidan so'ng Amrita kuchli depressiyaga tushib qoladi. Hatto odamlar bilan muloqot qilmay qo'yadi. Qora tun 1993-yilning 5-apreli soat 23:00 lar atrofida Mumbayning g'arbida joylashgan Tulsi nomli turar joyining 5-qavati. Aktrisa bir necha soat avval arxitektorlar bilan uchrashuvdan qaytgandi. Chunki ota-onasiga uy olib berish rejasi amalga oshish arafasida edi. Uzoq qidiruvdan so'ng va nihoyat to'rxonali uy topilganidan kayfiyati chog' Divya ukasi Kunalga qo'ng'iroq qilib, muvaffaqiyatli shartnoma haqida qayta gapirib beradi. Divya Channaydagi suratga olishdan qaytgan o'sha oqshom galdagi filmda suratga tushish uchun Haydarobodga jo'nashi lozim edi. Biroq yangi uy shartnomalarini yakuniga yetkazib ketishni istaydi. Qolaversa Haydaroboddagi prodyuseriga qo'ng'iroq qilib, chap oyog'i lat yeganini aytib, u yerga bir kun kechikib borishini aytadi. Kutilmaganda aktrisaga qo'ng'iroq qilib, Nita Lulla va uning turmush o'rtog'i bilan uchrashish kerakligini aytishadi va ular Divyaning uyiga kelishadi. Aytib o'tish joiz, aktrisa yashagan turar joy boshqa odamning nomida bo'lgan. Divya tez orada mavqidagi filmda ishtirok etish uchun uchib ketishni rejalashtirgandi. Nita Lulla kinokartinaning dizayneri edi. Mazkur suratga olish ishlaridan so'ng yangi uyiga ko'chib o'tishni rejalashtirgan aktrisa o'sha oqshom qattiq hayajonda bo'lgan. Nita va turmush o'rtog'i tungi 22:00 da Divyaning uyiga kelib, mehmonxonasidan joy oladi. Stolda vino va viski bo'ladi. Oqsoch esa gazak tayyorlagani oshxonaga chiqqan. Nita eri bilan video magnitofonni qo'yib, nimadir ko'rish bilan band edi. Divya mehmonxonadan turib, oshxonadagi Oqsoch bilan suhbatlashardi. Ta'kidlash joiz, mehmonxonada balkon bo'lmagan, biroq qiya ochilgan katta oyna bor edi. Mehmonxonaning pasti mashinalar uchun turar joy edi, lekin o'sha kuni pastda birorta ham mashina bo'lmagan. Divya nima sababdan oynaga chiqqani haligacha noma'lum, biroq muvozanatini yo'qotib 5-qavatdan betonga tushgani aniq. Aktrisani shifoxonaga olib ketishayotganida u tirik bo'lgan. Divya jonlantirish bo'limida vafot etgan. O'lim sababi qilib esa ensa qismidagi jarohati sabab og'ir ichki qon ketishi ko'rsatilgan. Bosh suyagi bir necha yeridan singan. Militsiya haligacha aktrisani oynaga chiqishiga nima majbur qilgan degan savolga javob topa olgani yo'q. Lekin Divyani yaxshi bilganlar uning bu ishidan hayratlanishmadi. Chunki aktrisa xavfli tryuklar qilish ishqibozi bo'lgan. Divyaning galdagi tryuki hayotining so'nggi nuqtasi bo'ldi. Shuning bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.